Ey April, çarla bugün yalvan basını gel. Açmak gözlerini, çıkıştan ağlamak. Hammasi yalgan bile, yalgan kasalar bölgen düşler. Seniki emas, tez, ayda,
5 kun 3-4 kuzgunu bitti ulaksa, tomosha beradi 5 kundan buyon. Kim gulxan yaqadi, kimdir sangtarash, kimningdir kaftiqon, kim aytar azon. Tomoshabin yo'q. 5 kundir tinmaydi mastu alaslik, kuladi, yig'laydi, yolg'onmi rostlik. 5 kundir ko'r usta, suyak jamlaydi, tersam bas, yig'sam bas, bitta qafaslik. Tomoshabin yo'q. 5 kundir arraning ovozi tinmas, 5 kundir tutatqi izlar chiroqchi, 5 kundir barmog'in sanar sanoqchi, 5 kundir karvonni poylar qaroqchi. Tomoshabin yo'q. 5 kundir oynasiz gardish qo'limda, yolg'onchi qur'atosh o'ngu so'limda, 40 tugun rishtamdan darham tikilgan, xazina qo'rmagan ilon bo'ynimda. Tomoshabin yo'q. Barmoqlar namozi. Aldangan barmoqlar namozi. Tang tang, takatum tang. Osmonda 2 kaptar tambur soziga o'ynang. Dardlarimning qabridan chiqayotir bu ohang. Tang tang, takatum tang. Xudoyim siz ham tinglang barmoqlarning namozin. Bismillah deb tug'ildik, oq suti bor shishani siyna deb tutqazdilar. Injiqroq edik bizlar, qand qog'ozga o'ralgan nonlarni tutqazdilar. Yig'lar jonsiz 10 bolang. Tang tang, takatum tang. Katta bo'ldik Rashida, suzdirdilar bilmam kim sochining to'lqinida. Yana qoldik aldanib, gullar quchib turfarang. Tang tang, takatum tang. Ketmonlar dastasida oromlarimiz o'ldi, oltin deb aldadilar. Hovuchlagan ko'zimiz qora tuproqqa to'ldi. Oqar endi qarochang. Tang tang, takatum tang. Suyaklari rangarang, bobo barmoqlar chinor, bizlar ilon chirmashgan, yiqilmagan dahminor. Xudoyim biling bilmang. Tang tang, takatum tang. Biz mo'min barmoqlariga najotkor kim mukambar. Xudo o'zing bermador. Amin. Allohu akbar. Shu sumda oqarar tong. Tang tang, takatum tang. Osmonda 2 kaptar tambur soziga o'ynang. Dardlarimning qabridan chiqayotir bu ohang. Tang tang, takatum tang. Tang tang, takatum tang. O'g'ir to'la arpalar, orqa oldim sharpalar, qorong'uni kappalar, yirtiq etak elakda tak tam tap. Elandim, elandim. To'lg'anadi yo'llarim, bog'langandir qo'llarim, ajdar ichgan ko'llarim. Siniq beshikda tap-tap tebrandim, tebrandim. Ko'zim menga nadarkor, qonim o'ynaydi chappor, na tasbih bor, na zunnor. Yopiq eshikda tap-tap tilandim, tilandim. İçi toshim sarg'ishday, devorlarim gardishday, qo'shiqlarim qarg'ishday. Buzuq sharhingda tap-tap to'lg'andim, to'lg'andim. Tosh yelkamda inqillar, tomirda g'am inqillar. Jon chiqolmay chirqillar, yirtiq etakda tap-tap. Elandim, elandim.
bu charxi gardunning kosasi ikki. Umr ko'zasining kuloli ikki. Odamzod qavmining mirzosi ikki. Ne ajab yaraldik, jonimiz biru, ikkimiz ikki. Uchmoqning hikmati qanotlar ikki. Chaqmoqning hikmati har buzar ikki. Yor bo'lsa, u kulsa, lazzati ikki. Ishondik, yo'l yurdik, mo'l yurdik, ikkimiz ikki. Yig'ladik, yig'imiz ohangi ikki. Gul uzdik, gulimiz rangi ham ikki. Sen yozding, men yozdim, imlomiz ikki. Taqdir rishta berdi, yigirdik charxda. Ikkimiz ikki, ikkimiz ikki, ikkimiz ikki. Assalomu alaykum bibi. Deyarli har kuni bibi Mutahhara aya bobom tog'am va men bir davrada jam bo'lardik. Bibimizga qissai mashrabni qissai Hazrat Alini Xo'ja Hofizni Navoiyni turli ohanglarda o'qib berardi. So'zlarini to'g'ri anglamasam-da bu ovozdan mast bo'lib o'tirardi. Bibimning qiroatini eshitib, atrofdagi barcha narsa sehrlanganiga qattiq ishonardim. Daraxtlar va gullarga, soylarga, suvlarga, taroq va oynalarga tikilib mo'jiza kutar edim. Ko'z o'ngimda yerdan samo qadar yastangan sahrolar, cho'llar, tuyalar namoyon bo'lar edi. Bibimning ovozi ko'zlarimdan, quloqlarimdan kirib vujudimni to'ldirar edi. Go'yoki yuragim to'xtab qolar. Meni osmon falakka olib chiqar. Va men parvoz qilar edim. Bibim bu olam bilan xudolashishlaridan bir-ikki oy oldin meni huzurlariga chaqirdilar. Uzoq suhbatlashdik.
g'azalxonlik qildik. Yostiqdan bosh ko'tara olmayotgan begim ko'rpachalari ostidan baxmal jiddiy bir daftar olib menga uzatdi. Begim uyalib shunday dedilar: o'g'lim, buni o'qingchi. Hali hech kimga ko'rsatganim yo'q. Men shoir emasman. Bo'lsam-ku bo'lardim. Mayli. Siz bo'ling o'g'lim. Siz bo'ling. Assalomu alaykum bibi. Assalomu alaykum bibi. Assalomu alaykum bibi. Samum suyak simillatar, nafas tog'ni qimillatar, nigoh qadam imillatar. Biz yo'lchimi, ul yo'lchimi bilmay qoldik. Karvon tortib Navoiyga kelib qoldik. Qafas qo'lda kumushmidi, tillomidi, fo'ta belda qamishmidi, hullomidi, malak dilda oqqushmidi, Allohmidi. Biz yo'ldami, ul yo'ldami bilmay qoldik. Karvon tortib Navoiyga kelib qoldik. Roviy to'xta, g'ayib manzar oynaga qara. Sochlarida tun uxlagan sarlarga qara. Uchdan qanot ulashguvchi maylarga qara. Ibodat shul dutor tambur naylarga qara. Raqqos ruhga ishqni kiydir kuylarga qara. Bu qanday oyatdir? Qaysi kitobdan? Vujud kosasiga suflayotgan kim? Iymon kuch pichog'ing buncha muloyim, rishtamga uzumni puflayotgan kim? Boshdan tovongacha jilg'a jildirar, firoq chechaklari oqar kuldirar. Kim qanot chayadir, kim pichoq chayar. Bu ikki tam axir bizni o'ldirar. Suyak ekib hosil kutar bir obid, qopqon tutib mehmon kutar bir obid. Kosa liqliq olov kutar bir obid. Biz manzilmi, ul manzilmi bilmay qoldik. Karvon tortib Navoiyga kelib qoldik. Qozon to'la quyoshni qovuradi bir kampir, yo'lni o'rib elakda sovuradi bir kampir, oyni so'yib nurlarin yog'diradi bir kampir. Biz mehmonmi, ul mehmonmi bilmay qoldik. Karvon tortib Navoiyga kelib qoldik. Assalomu alaykum, hurmatli she'riyat shayrolari, hurmatli farg'onaliklar. Sizlar bilan uchrashib turganimizdan, mana shunday she'riyat davrasida yuzma-yuz turganimizdan juda ham baxtiyorman. Farg'ona qadimul ayyomdan shoirlar, shuarolar, allomai mutafakkirlar va kitobxonlar yurti. Shu ma'noda ehtiromimiz juda ham katta meni qalbimda. Biz doim hayotda aqlimiz va ruhimiz bilan kurashib yashaymiz. Ikkovi bir-biri bilan kurashib yashaydi. Ruhimiz parvoz istaydi. Ruhimiz o'zining orzularini, o'zining dardlarini, o'zining zavqlarini yana bir ruhga izhor qilgisi keladi. Unga tinimsiz maktublar yozadi. Mana shu maktub, mana shu izhorlar she'r.
she'r bu bizning qalbimizni, ruhimizni bir-biri bilan muloqoti, bir-biriga maktublari. Mana bugun mana shunday bir davrada ajoyib bir go'shada tabarruk, mana ziyoxonada, mana shu nurni taratadigan kutubxonada mana shunday ruhiyatimiz bilan hamsifat bo'lishga yig'ilganmiz. Bunday ko'ngil diydorlashuvidan, dil diydorlashuvidan juda ham mamnunman. Kecha yig'lar qaro sochiga qadab singan oy tarog'ini, shamol sekin urmalab suvdan sudrab chiqar bo'sh chanog'ini. Dili qani bedilning, qushning bo'mbo'sh uyasin daraxt tuni bilan chiqar paypaslab, kapalaklar tog'ni uyg'otib sahrolarga ketadi boshlab. Dili qani bedilning, chumolilar uchar falakka, nigohlarin puflar ko'zlari, yulduz tushar hovuz tubiga, baliqlarga aytar so'zlarin. Dili qani bedilning, toshbaqalar misqol-misqollab o'lchab berar baxt hamda alam, qarg'a taqdir toshini qirar tumshug'ida qadimiy qalam. Dili qani bedilning, shafaq asta yirtilib oqar bir ko'za sut biyday sahroga, karvonchilar qo'ng'iroq yig'lar savol berib gumroh dunyoga. Dili qani bedilning. Xayr aprel, ey aprel, chorla bugun yolg'on bazmiga, jinlaring yosuman alvastilaring, jalladu iblisu alashchilaring, ko'zboyloq tuzoqchi qafaschilaring. Yulduzlarni uyib osmon naqshidan, yosuman o'rniga ko'zlarim qoqsin, alvasti quyoshni chalsin doiraday, tunni kunga yuvib chimildiq taqsin. Ey aprel, yolg'onning to'yini qizdir, ko'zboyloq dengizni keltirsin aldab, hovuchlab to'ldirsin qirqta qozonga, o'choqqa o't yoqsin suyayim qalab. Echkilar ma'rashin to'yona uchun, jinlaring qirlardan tushsin yelkalab, qaldirg'och tishlarin avrasin shamol, bahorim poyiga to'ksin erkalab. Ey aprel, to'y qilsang to'yday bo'lsin-da, oyning qoshlarini tersin alashchi, nuriga yuragim qonlarini surt, ko'ylak tikib bersin unga atlaschi. Sochining hidini jingalak qilsin, qafaschi boshiga taqsin tilla qosh, labiga ismimni yozsin qonatmay, taqdir surat chizsin tirnoq bitik tosh. Ey aprel, shayton ham raqssin mayli, oy chorlab homila qilsin qo'shiqdan, jalloding boltasin chalsin rubobday, bexato zarb ursin bo'ynim qoshiqday. Oy shodon yo'l olsin yangi makonga, bazmingni tugatgin lashkaring chaqir, ochiq ko'zlarimni tikishdan avval hammasi yolg'on deb baqir. Ey aprel, ey aprel, xayr aprel. Gilamduz shabboda mezonni savab, payondoz tashlasa oyning ko'shkiga, baliqlar daryoda shamlarini yoqib ibodat qilsalar osmon ishqiga. Sen ham rohibasan, men ham ruhoniy. Tiriklik toshini orqalab ming yil begunoh maxluqlar toqqa tirmashsa, g'orda och qolsa-yu yarador kiyik yuragin tishlasa, tishi qamashsa, sen ham gunohkorsan, men ham bir osiy. Charx tortgan kampirni
chiroq lippillab masxara qilsagar g'ayb kulbasida va unga borguvchi yo'lni tugunlab tun olib ketsagar kunduz qasdida sen ham adashgansan, men ham adashgan. Chayqalayotir ruhim, taxti ravon-ravonmas, sarxush emasman ey yor, ko'ksim teshgan kamonmas. Labing tekkan qadahda qasam qalqar alammas, sarxush emasman ey yor, rasmim chizgan qalammas. Itga tashlab talatding, og'riyotgan yarammas, sarxush emasman ey yor, bo'g'zimdagi nolammas. Raqsga tushdim oy bilan, endi qushman odammas, sarxush emasman ey yor, izing izlab qadammas. Sarxush emasman ey yor, rasmim chizgan qalammas. Bu xato yo'lni sekin barmog'iga o'raydi. Makrul o'smani siqar piyolaga to'lmaydi. Ishqi gunoh qozonda o't olovsiz qaynaydi. Ishqi gunoh qozonda ruh qanotin savaydi. Sava cho'pin juft qilib urchug'iga o'raydi. Tuni kunni ip qilib qilichini qayraydi. Qas lashkarin saf qilib qilichini qayraydi. Oyna qildim falakni, dil chohiga qaray deb, taroq yundim dutordan, xayolini taray deb. Igna oldim aldasam, ko'zlarimga suqay deb. Igna oldim aldasam, kaftimda gulxan yoqdim, yig'lab uchirdi. Bo'ynimga zanjir taqdim, ishq yurtidan ko'chirdi. Jonni sepib qush boqdim, dard ko'liga uchirdi. Jonni sepib qush boqdim, dard ko'liga uchirdi. Amanatı razın kütülgen mahal. Kanadın yığıştır bu kız devası. Altta kayıtlanmaysan. Bahar asmanda sensiz bahtiyar. Kışken yetarmaysan. Renksiz minelerin tırlarga to'kib, yomg'irlar to'qigan yashil gilamda suratın hayallar chizgan qush seniki emas. Shamboda evlatgan har bir loladan qo'llari kosalab to'kilgan tushlar seniki emas. Ana shomning qonli qillari stul qo'ymoqda borar yo'lingdan. Ana to'satchi tillayotir dars ketgan gumbazdan. Ko'z qo'lingni ey shahon, hayda arabangni, yog'in tashtirgan otlaringni qo'sh, suvga cho'kib ketgan mag'rur ruhni ham arabangga ol. Ez hayda, qog'i eshitmay qolsin, kimnidir chorlagan qushning ovozin. Ez hayda, ey rat, arabang buzukni jilmas joyida. Abduvali ruhimning yarmi tur o'rningdan. Urgut tog'larini qoparib
turgil, guldirab kelgil, hayqirib kelgil, uvvos tortib kel. Do'sting ishq janggohida bir o'zi qoldi. Qo'lida qilichi yarmisi singan, yolg'oni xiyonat lashkari laklak. Do'stingda mador yo'q, ko'zlari tingan. Turibman bo'linib ming bir bo'lakka, ovozim yo'qolgan, soyam yo'qolgan. Faqat yuragimni sug'urib o'zim bosh uzra ko'tardim. Qo'llarim tolgan sen bilan muhabbat kelsaydi devdik, kishanu zanjirin solsaydi devdik, Makka-yu Madina eltsaydi devdik, qonimiz yo'l uzra to'ksaydi devdik. Mana bu Makka, mana Madina, karvonim dil o'g'ri ag'yor qurshagan. Yetib bormasligim aniq endi do'st, endi tushlarimga olov to'shalgan. Abduvali, ruhimning yarmi, tur o'rningdan, madadga kelgil, hasratga kelgil, yig'lashga kelgil. Tun ulg'ayarkan ko'z beshigida, tush alla aytadi dil eshigidan, yurakkinam qiyqirar qabog'im tirqishidan. Muhabbat sog'indim, senga to'ymadim. Kiprigim yelpirkan horigan tunni, qorachiq yigirar tush kalavasin. Suyaklarim sas berar tirnog'im orasidan. Muhabbat sog'indim, senga to'ymadim. Umid puflanar ekan tun pufagiga, ko'ngil o'ksinadi sharbi ovunchoq. Yuragim jim qaytar yozib ko'z qog'oziga. Muhabbat sog'indim, senga to'ymadim. Tasavvur ko'nadi o'zi, qatim tortar quloqlab, charchagan tulporiga dam beradi xayol ham. Kiprigimda kizinar bitta basir qo'shiqchi. Muhabbat sog'indim, senga to'ymadim. Hurmatli do'stlar, she'riyat shaylolari, bu yerda biz ko'ngil bilan, dil bilan diydorlashish uchun kelganmiz. Shu uchun she'riyatni o'zi bir ta'rifi qiyosini tengi yo'q bir dunyo. Uning ichida yashaymiz. Uning ichida har xil o'zimizni savollarimiz bo'ladi. O'zimizga javoblarimiz bo'ladi. Topolmagan savollarimizga shoirlardan, o'zimizga o'xshagan hamfikrlardan, o'zimizga o'xshagan dil bilan, ruhiyat bilan, she'riyat bilan suhbatlashadiganlardan javob izlaymiz. Ham suhbat bo'lgimiz keladi. Shu ma'noda sizlar bilan mana diydorlashishimizdan yana bir katta maqsadimiz, orzuyimiz shuki, Naqshbandiy bobomiz aytganidek, bizning tariqatimiz suhbatdir deganlaridek, suhbat. Shu uchun istardimki sizlardan ham fikr mulohazalaringizni, sizlardan ham savollaringizni tinglashni va suhbatimiz mana shunday bir ruhda davom etishini istardim. Marhamat, agar savollaringiz bo'lsa, mulohazalaringiz bo'lsa. Hay marhamat. Qalb, she'riyat, shu uchun bu shunday suhbatlarga biz ham mushtoqmiz. Marhamat, kimda savollar bo'lsa, fikr, mulohazalar bo'lsa. Hamda bor. Marhamat. Turgan she'rlaringiz juda ma'qul bo'lyapti hammamizga. Kimni muallifligiga erishish keladi. O'zingizga. Ha. Nima? O'zi so'rayman endi nima
Bizni aybimiz, bizni kamchiligimiz, sizni tanimaganimiz, bilmaganimiz shaxsan meniki, sizni desam noto'g'ri bo'ladi. Lekin sizning she'rlaringiz. Ikkinchi savol, bu she'rlardagi ishq, muhabbat ilohiy ishq haqida ketyapti, shunday yoki majoziy ishq haqida ketyapti. Rahmat. Hamma narsani ikki bir tomoni bor. Majozdan haqqa qarab degan yo'l bor. Dinimizda ham, ulug'larimizda ham. Shu uchun bizni Alloh avvalambor majoziy ishqqa ro'para qiladi. Qalbimiz insonga muhabbat qo'yadi. Bu ishq yo'lidan o'tmasdan turib katta ilohiy ishq yo'liga yo'l yo'q, to'g'ridan to'g'ri. Albatta majozlarimizni, suratlarimizni ko'ringiz, hayratga kelingiz, sevingiz va bu sevganingiz meni sevganingiz degan aqida bor. Shu uchun bularni har bitta qalb dunyoda qaysi holatda, ruhiy holatda bo'lsa, o'shanday qabul qiladi. Kim majoziy ishq deb, kim ilohga bo'lgan ishq deb talqin qiladi. Qalbiga qaysi o'sha paytda qaysi biri malham bo'lsa, qanday holatda turgan bo'lsa, o'shanday qabul qiladi. Biz ham daraxtni ko'rganimizda qalbimiz qanday bo'lsa, daraxtni shunday qabul qilamiz. Shamol u yoqqa bu yoqqa silkitayotgan bo'lsa, aytamizki, daraxtni jonim, meni jonimdek qiynalib ketdi deymiz, ha? Bu majoziy tomoni. U tebranayotganini ko'rib, bu daraxt ham Xudoga ibodat qilyapti, namoz o'qishini qara deymiz. To'g'rimi? Xuddi mana shunday. Qalb qanday xohlasa, shunday qabul qiladi. Marhamat. Savol mazmuni iltimos bor. Xo'p. Mana bu ikkimiz rasm mavjud bo'lgan she'ringizni yana bir marta eshitsak bo'ladimi? O'sha yetmay qoldi. Kamlik qilib qoldi. Bo'ladi. Yana ham aniqroq qilib aytganda, kuyini avjida tori uzilib qoldi. Xo'p. Bu charxu gardunning kosasi ikki. Umr ko'zasining kulola ikki. Odamzod qavmining mirzosi ikki. Ne ajab yaraldik. Jonimiz biru, ikkimiz ikki. Uchmoqning hikmati qanotlar ikki. Chaqmoqning hikmati har bu zarb ikki. Yor bo'lsa, u kulsa, lazzati ikki. Ishondik, yo'l yurdik, mo'l yurdik, ikkimiz ikki. Yig'ladik, yig'imiz ohangi ikki. Gul uzdik, gulimiz rangi ham ikki. Sen yozding, men yozdim, imlomiz ikki. Taqdir rishta berdi, yigirdik charxda, ikkimiz ikki, ikkimiz ikki, ikkimiz ikki. Marhamat, agar yana savollar bo'lsa. Assalomu alaykum ustoz. Savolim shundan iborat, ilk she'rlaringizni necha yoshingizdan boshlab yoza boshlagansiz? Yigit o'zingizning umr yo'lingizni ikki jumla bilan bir aytib bersangiz, mana sizni endi taniyotgan odamlar juda ko'p ekan. O'zingizni bo'lganingizdan boshlab qisqagina qilib umr yo'lingizni. Rahmat. She'rni maktab davrida o'qib yurgan paytimizda 6-sinflar, 7-sinflardan yozib boshlaganmiz va shu yoshdagi hamma qalb she'r bilan urib qoladi. O'sha paytda yigitlarda ham, qizlarda ham to hali bitirguncha u paytda oddiy havas bo'ladi, keyin bu hayratga aylanadi. Shunga o'xshagan shu yoshlarda boshlaganmiz. U paytlarda endi sodda, samimiy bolalarcha she'rlar bilan
o'zim haqimda, bizning ota-bobolarimiz hammasi Buxorodan. Buvilarimiz hammasi buxoroliklar. Ular madrasalarda mudarrislar bo'lib faoliyat yuritishgan, she'rlar yozishgan. Xullas, sho'ro davri kelgandan keyin bularni hammasini qatag'on qilib, Surxondaryo, Dushanbe turli xil joylarga surgun qilib yuborishgan. Biz ham o'sha ularning farzandlari, nayiralari o'sha joylarda tug'ilganmiz va 70-yillarda yana qaytib Buxoroga, endi bular yoshlari juda oradan 50 yil o'tib ketdi. Ularning nahv Qur'onlik davri o'tib, yoshlari bir joyga yetgandan keyin o'zlarini yurtlariga tirik qolganlari, farzandlari o'zlarining yurtlariga qaytib keldi va shu Buxoroda yashashadi. Men Milliy universitet, O'zbekiston Milliy universitetini bitirganman, jurnalistika fakultetini. Undan keyin G'afur G'ulom nashriyoti va turli xil jurnallarda yoshlik, yosh kuch, shunga o'xshagan yoshlarning jurnallarida, akademiyaning jurnallarida, nashriyotlarda muharrir bo'lib ishlab kelganman. She'riy kitoblar chiqqan, ancha-muncha dunyo adabiyotidan, dunyodan katta shoirlardan tarjimalar qilingan, yozuvchilardan tarjimalar qilingan. Qo'ldan kelguncha shunaqangi qalam bilan hamsuhbat bo'lib kelyapmiz. Ayni paytda Sharq yulduzi jurnali bosh muharrir o'rinbosari, endi xizmat, vazifa nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, shu vazifada ishlayapman. She'rlar chiqib turibdi. Kitobimiz bor. Yana yaqinda nashrda yana bitta saylanmamiz chiqadi. U bilan ham sizlarga yetkazamiz deb o'ylayman va sizlar bilan bu muloqotlarimiz, bu she'riy suhbatlarimiz davom etadi deb o'ylayman. Marhamat. Har bir odamda she'r yozishga yoki she'riyatga kirib borishga qanaqadir qalb og'rig'imi yoki jarohati bo'ladi. Sizni she'rga tushmoqchi bo'lgan og'riqlaringiz lekin tusha olmaganlaringiz bo'lganmi? Ha, u har bitta shoirnigina emas, har bitta she'r o'zi og'riq bilan yoziladi. Dunyo u nimadir o'tadi ichidan va u yashaydi, orzulardir, armonlardir yoki hayotdagi har xil hodisalardir. Insonning qalbi yaproqday narsa, hamma narsaga nima deydi, javob qiladi. Biz ko'pincha bu javoblarni yutamiz ichimizga. Uni chiqara olmaymiz. Chiqarish har kim har xil yo'l bilan chiqaradi uni. Birov qalbidagi kechinmalarni mehnat bilan chiqarar, kimdir raqsga tushib chiqarar, kimdir rasm chizib chiqarar u narsani, kimdir qaysi bir alida bo'lsa she'r yozib chiqaradi. Shunga o'xshagan. Bularni to'g'ri aytyapsiz. Har bitta nafaqat she'riy asarni, katta badiiy asarlarda ham, proza asarlarini ham ostida katta dardlar, o'zining dardlari, dunyoning dardlari, insoniyatning dardlari turadi. Assalomu alaykum. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, kitoblaringizni o'qigan vaqtimizda she'rlaringizni o'zimizga ma'lum ohanglar bilan o'qirdik. To internetda o'z she'rlaringizni o'zingiz o'qiganingizni eshitmagunga qadar. Bugun endi siz bilan o'z birinchi marta ko'rishib turibman. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, she'rlaringizdagi alohida ohang, xususan bir she'ringizda chayqalayotib ruhi ravonmas. Shu ohanglarni, xalqon ohanglar ildizlari qayerda? Hammada ham kuzatmaymiz bu ohanglarni. Rahmat. Endi har bitta she'r o'zini ohangi bilan tug'iladi. Endi qisqa qilib aytay sizga. She'r insonni yo zavqi, yo hayrati, yo yig'isi, to'g'rimi? Yo Xudoga ibodati, to'g'rimi? Yo o'ziga ibodati, yo o'zini ruhiga murojaati. Yig'i deb oladigan bo'lsak, dard deb oladigan bo'lsak, dardga ohang tanlanmaydi. Mana bu ohangda yig'lab bering deb bo'lmaydi birovga. To'g'rimi? U o'zi o'sha keladi o'shanday to'lqin bilan.
O'sha she'r, ya'ni demoqchi bo'lganim, she'r tug'ilayotgan paytda, yozilayotgan paytda o'zini ohangi bilan keladi. Juda xotirjam, boshqa ohangdagi she'rlar ham bor. Ular ham o'zini ohangi bilan kelgan. Xuddi shu demoqchimanki, buni kelishi o'zini ohanglari bilan kelgan. Ildizlari haqida gapirsak, har bitta shoirni faqat mana emas, butun har bir millatni shoirini qo'shig'ini ohanglari o'sha millatni ichidagi asrlardan beri kelayotgan ohanglar tufayli o'shalar. U boshqacha chunki u qondan, avlodlardan, butun genlardan deymiz-ku bugungi til bilan aytganda. U shu ohanglar oqib kelaveradi. U o'zini shoirlarida, o'zini qo'shiqchilarida, o'zini musiqa yaratuvchilarida bu ohanglar potirab bo'lib chiqaveradi. Bunday bo'lgan paytda tinglasangiz, dunyoni o'zi, tabiatni o'zi, qalbingizni o'zi shunaqangi ohanglar chalib yotibdiki, u chiqayotgan, hali yaratayotgan narsangizni o'sha paydo bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz, Farg'onamizga xush kelibsiz. O'quvchi sifatida siz she'rlaringizni o'qiganda xayolimda bu dunyoda she'rlarga o'xshamaydi. Boshqa olamda yashayotgandek his qilaman o'zimni ham. Xususan siz bu she'r yozgan fursatda umuman siz boshqa olamda yashaysiz kerak deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, Aziz Said ikkita inson hayolimda, bittasi jamiyatdagi oddiy boshqa insonlar kabi Aziz Said, ikkinchisi she'rlarda yashayotgan, o'sha ruhiy she'rlarda yashayotgan Aziz Said. Men ham qay darajada o'ylayman bilmayman, lekin Aziz Said o'zini valida bitta shaxsni ikki xil nima desam bo'ladi, xarakter bitta shaxsga jamlay olganmi? So'nggi ijodkorlar ikkita shaxs yashaydi deb o'ylayman. Sizlar qanday? Shuni bilgim keldi. Rahmat. Har bitta odam o'zi shaxsiy hayotida va ichki xayolot olamida yashaydi. Har bitta odam. Har bittalaringizni ishlaringizda ikkitadan odam bor, ikkitadan, to'rttadan ham bor bir xil odamlarda ichida. Shu bir-biri bilan bahslashib yuradi. Endi eng yaxshisi odam bu hayotdagi ulardan bezib o'zini ruhoniy alohida odamga qarab ko'proq intiladi. Xayollar suradi, orzular qiladi. O'sha bilan yakka qolgan paytda o'zini erkinroq qiladi, his qiladi o'shanday. She'r ham boya aytganimday, shu ruhiyatda bir maktubi, balki o'ziga o'zi maktubidir, balki dunyoga maktubidir, balki yoriga maktubidir. O'shanday holat. Bu albatta insonni bu real hayot bilan birgalikda o'zini ruhoniy hayoti ham bor baribir ichida. Paganinining so'nggi konserti. Mayli, men bu yerda har xil kasb odamlari o'tiribdi. Shu ma'noda bir oz izoh. Italiya kompozitori, dunyoning eng mashhur skripkachisi Paganini, dunyoda eng mashhur musiqalarni yozgan odam. So'nggi konsertida skripkalarning torlari bitta uzilib ketadi. Oxirgi tor bilan ham baribir musiqani yakunlaydi. Shunday, ya'ni biz bunday bo'lgan paytda har bittamiz o'zimizni hayotimizni Paganinimiz, biz ham chalaveramiz hayotimizda. Bitta torlari uzilib ketaveradi va oxirigacha o'zimizni nimamizni kuyimizni chalamiz. Paganinining so'nggi konserti. Hali uxlar edi maloikalar jim, g'aflat yellaridan chodirlar tikib. Hali uxlar edi yosuman g'addor nafrat kuylagining yarmini bichib. Hali uxlar edi shayton va rahmon yetti qat osmonda ma'sum begunoh. Nimadir qaynadi. Nimadir tindi. Nimadir yalt etdi. Nimadir so'ndi. So'ngi bor kuldi-yu boladay sozining torini tobladi. Ko'zini yuldi-yu dunyodan to'yding deb poyiga tashladi. Kim dedi
qaranglar, kulgusiz zahar. Kim dedi qaranglar, nur yog'ar sahar. Mashshoq beshikday qo'ydi-yu yelkaga sozni, eng nozik pardada dunyoga kelgan, eng nozik ohangni o'rab sehrga uzatdi. Qo'llari muallaq qoldi. Kuy emas edi bu xayol qushlarin, dilafshon gullarning kosalaridan nam ichgan chog'dagi sayrog'i edi. Kuy emas edi bu tong yirtig'idan gudaklar kulgusin o'g'irlab chiqqan mangu buloqlarning qo'shig'i edi. Kuy emas edi bu mujdakash yilning yaralmoq sirini bilmoqlik uchun zamindan osmonga so'rog'i edi. Million yil izlagan, topa olmagan yuraklar eshitib o'z ovozini ko'zlaridan parillab uchib chiqdilar. Tomirda uxlagan sohir hislarini dengizday ko'pring deya uyg'otdi ohangdan to'kilgan qo'ng'iroqchalar. Nigohlar o'rladi dil peshtoqiga, paypaslab topdilar ruhining inini, chirqillab kuylardi so'qir qushchalar. Nimadir to'kildi, nimadir yozildi, nimadir cho'zildi, nimadir uzildi. Omon qolgan uch torga taqdirini bog'ladi, tilini ham tildi-yu qarg'alarga tashladi. Kim dedi qaranglar, barmog'i ilon. Kim dedi qaranglar, oqayotir qon. Mashshoq chalar edi o'zini o'zi, gulxandan sachragan cho'g'day ushalib, mashshoq chorlar edi o'zini o'zi umrining yo'liga gulday to'shalib. Bir kuni erk saltanatidan ilohalar keltirdi yaroq, yuragingning devoriga chiz, bir qiz senga tashlaydi nigoh. Kim dunyoning qotil ne'mati, ishq ko'ziga bardosh berolgan, haqni sevgan bandaday sevdim, bunyodimu ham barbod bilan. Bir lahza o't bo'ldim kulimni, kaftlariga olib sochdilar. Men samoga do'ndim bir lahza, yulduzlarim tashlab qochdilar. Sevaverdim qayta va qayta, aldamadim ammo hech kimni. So'radilar tutdim neki bor, lek bermadim yolg'iz erkimni. Mashshoq chalar edi tomoshagoh gung, ishongan edilar odam atoga, jonni haq kuy bilan kiritganiga. Mashshoq chalar edi olomon telba, ishongan edilar Paganinining iblisga qalbini sotganligiga. Mashshoq chalar edi baxtni, sururni, izdihom tebrani biri-biriga, jonlarin baxshida aylar edilar. Mashshoq chalar edi g'amni, qayg'uni, ruhlari jismini tark etib chiqib 7-falakda yig'lar edilar. Nimadir toraydi, nimadir qoraydi, nimadir yumildi, nimadir ko'mildi. Uning ohang o'ygan kulguchlariga istehzo shandiqday qoldi osilib. Sozining bir jufti tarang toriga barmog'i pichoqday botdi sanchilib. Kim dedi qaranglar, ortida shayton. Kim dedi qaranglar, axir u iymon. Mashshoq qo'llarini ko'tarib ko'kka, g'azabnok pardaga urdi zarb bilan. Nogoh ummonga do'ndi-yu sahna, guvullab atrofda turdi shum to'fon. Bu vaqt sudrab kelar edi razolatning sovuq sharpasin, ufqlar ortida zerikkan oqshom. Bu vaqt chiqib kelar edi moziy qa'ridan na iblis, na xudo bo'lolgan avlod, aldangan, talangan, adashgan beshon. Bu vaqt sozning qillaridan yurakka noma'lum qo'rquv va dahshat ufurib kelardi faryodga mengzar bir sado va mudhish raqsini boshladi ohang. Shaytonlar uyg'onib qars urib kuldi, yalang'och va ko'zsiz ayollar raqsga tusharkan alvasti bizdeya sochlarini yuldi. Avjigan chinqiriq hamda uvvosdan na umid, na najot qolmadi, tindi. Go'yoki Isrofil tilsimli duo
Sulaymon ko'zaga solib tashlagan jinlar va devlarni chorlardi go'yo. Ko'zada devlarning g'o'ldiragani taraldi sozchining g'olib toridan. Nihoyat ko'zaning 7 qat muhri ushaldi jinlarning ohu zoridan. To'fon quturtirgan dengizning rangi qanolut bo'ldi-yu, sakrab chiqdilar qanotli timsohu shohdor ilonlar, boshini chig'anoq o'ygan maymunlar. Mashshoqni o'rtaga olib qayrashdi, tishlarin, nishlarin hamda tillarin. So'nggi kuchlarla zarb urar mashshoq, uzib tashlamoqchin sozning qillarin. Nimadir surindi, nimadir ko'rindi, nimadir to'ldi, nimadir bo'ldi. Xayol oynasiga nur tushib nogoh jilmaygan armoni ko'rindi. Qaqshagan suyakka nafratin joylab yagona toriga sig'indi. Kim dedi? Qaranglar, o'ldi u. Kim dedi? Qaranglar, kuldi u. Mashshoq tobutday qo'ydi-yu yelkaga sozni. Gulxonlar guvlagan olovlariga, daryolar qurigan o'zanlariga, daraxtlar to'kilgan xazonlariga ayta olmagan marsiyasini boshladi. Ohanglar sozining bo'g'zida qoldi va dardning eng chuqur rishtasini toblab ishilgan yagona torda yugurgan barmoqda musiqa yig'ladi va qalbning eng chuqur qa'riga yillar yashirgan munojot o'rlab falakka so'z bo'lib quladi. Ey menga olqish sanolar aytib, poyimga bosh urgan ojiz bandalar, ey menga san'atda xudosan degan behishт quvg'indisi gunohkor pushtlar, aytingiz, qayerdan quyosh va zulmat, qayerdan muhabbat, qayerdan nafrat? Ko'zingiz yashirmang, ayting, boshlanar, qayerdan do'zax, qayerdan jannat? Sizlarni sevdim men, xuddi bolamday. Ruhingiz beshigin tebratdim bir zum. Sizlarni sevdim men xuddi onamday. Sadoqat ramzidir shu ikki ko'zim. Bilaman. Tun daftarin ochgan mahalda g'iybat va tuhmatdan doston bitasiz. O'zingiz olqishlab, o'zingiz maqtab, o'zingiz hasaddan qonlar yutasiz va sezaman. Yolg'iz hamda begonaligim. Qora shubha o'rmalaydi dilni qaqshatib. Nima qilay? O'lgim kelmas, lekin qo'rquv solar mashshoqligim va sizlarla yashash dahshati. Ey o'zini Xudoning avlodi bilgan roviylar, nega yo'l boshlansa tugar albatta? Nega gul yonida tikan albatta? Nega tog' bag'rida o'pqon albatta? Nega so'zingizni osmonni yutgan? Nega ko'zingizda qonni kim to'kkan? Nega bo'yningizda donmi kim taqqan? Nega so'rovimga javob bermas hech kimsa axir tiriklik bu 5 kunlik makr. Dilga yolg'on qanot berib ko'kka uchirgan shon shuhrat makr. Dunyoni sochiga gul qilib taqqan muhabbat makr. Kishaning qalbida g'uluvlar yoqqan olovlar makr. Bag'rida ilohiy ro'yolar oqqan o'zanlar makr. Hilpirab bahorning ko'ksini soqqan xazonlar makr. Nimadir qaynadi, nimadir tindi, nimadir yalt etdi, nimadir so'ndi. G'aflat yillarini haydab malaklar chodirlar tikishdi xushbo'y sabodan. Nafrat kuylagini tikib yosuman pinhona jo'nadi arsh-u a'lodan.
uyg'onib uchdilar odamzod sari, rahmonda ma'sumlik, shaytonda gunoh. Zaminda qo'pgan ko'p savdoni ko'rib, do'zax deb nom berdi uyg'ongan ko'ngil. Suhbat uchun, savollar uchun rahmat. Yana suhbatimiz, bizning muloqotimiz davom etadi deb o'ylayman. Mana bu she'rdagi ruhoniyat gap bu yerda faqatgina Paganini nomidan bo'lak qolgan hamma narsa bizning, sizning, mening qalbimdagi kechayotgan dunyo. She'r o'qiymiz, ha? Deding, seva olasanmi o'zingdan kechib? Chayon yegan bo'lsa yuragim nishlab, jonim simillatib keldi huqqaboz. Yo ishqdan irg'itdi ko'zim tarashlab, seva oladirman nurdan-da kechib. Deding, seva olasanmi o'zingdan kechib? Men ilon izidan adashgan bo'lsam, tomirim kesdi oy, kuldi chuvalchang, baliqqa yedirdi faqat bir tishlam, seva oladirman tundan-da kechib. Deding, seva olasanmi o'zingdan kechib? Aldagan bo'lsam gar hatto ertakni, yulduz xato yondi, kemamiz cho'kdi, baribir kuyladik 40 ta qaroqchi, seva oladirman yo'ldan-da kechib. Deding, seva olasanmi o'zingdan kechib? Manguga tushdagin bo'lsam gar g'oyib, tasavvur charxfalak kosalariga yodingni quyar ekan umrimni sog'ib, seva oladirman sendan-da kechib. Jon bo'yniga ip soldim, ruhini zanjirlab oldim, seni topolmay qoldim, yor yoningga boryapman. Odam mana xurjunda, Havvo mana lunjimda, shayton mana pinjimda, yor yoningga boryapman. Kach kulimda xiyonat, tizzamgacha malomat, yuragimda qiyomat, yor yoningga boryapman. Osmon chakmon eginimda, qaldirg'ochin yengimda, yo'ling belbog' belimda, yor yoningga boryapman. Qadamda yer tarso turs, bo'g'zimda cho'g' charso churs, otim ortda gurso gurs, yor yoningga boryapman. Vaqt pardasi yirtilgan, g'orda noming bitilgan, bo'ynimda dor titilgan, yor yoningga boryapman, yor yoningga boryapman. Davom etamiz. Abduvali
ruhimning yarmi, tur o'rningdan, Urgut tog'larini qo'parib tur yul, guldirab kel yil, hayqirib kel yil, uvvas tortib kel. Mana shunday she'rlar bizni ruhoniyatimizni bir-birimizga o'zimizni ruhimizda hamjinslarga bo'lgan maktublarimiz sifatida doim qalbimizda aks etib turadi. Shivirlading, gaplashmaymiz, endi bo'ldi bas. Ishonmayman o'zimga ham, sizga ham yolg'on. Ko'zlar bilan boqib keldik ko'zlarimizni, yo'limizda manzil ham yo'q. Qop-qora tuman. Aldangan sayyoralar ibodatgohi. Shomlarini bir-bir yoqib yurgan rohiba, ay men yana huzuringda yuragim qilgan gunohlar uchun Xudoyimga eturman tavba, tavba. Menda qo'l yo'q, ovozim bilan paypaslab boryapman dil devorlarin. Mana bu bahordan qolgan naqshlar, bu maysa javzolar yegan tillarin, mana bu lahndir kuz kavlab kirgan bu teshik zaharli ilonning ini. Mana bu surat men, bunisi menga muhabbat tutmagan qo'llarining izi. Tavba, menda oyoq yo'q, ko'zlarim bilan yurib borayapman umrim ortiga. Mana bu shishaning siniqlari yil, bunisi toshlardir otilmay qolgan. Mana bu chuqurlik eng go'zal qabr, bu so'qmoq bolalik, o'tsam har safar ko'zimga sanchilar, siniq tikanlar. Tavba, menda til yo'q, yuragim bilan aytib borayapman taqdir ertagin. Men baxtga kechikib yetgan shahzoda, yolg'izlik o'qidan yirtiq yelkanim. Patlarim muhabbat yuvgan yillardan men seni so'radim. Qani bandargoh, Malika kutmadi. Ana iz qolgan shahzoda, sen bo'lma ikkinchi sayyoh. Kechikkan shahzodalar ibodatgohi. Shomlarini bir-bir yoqib yurgan rohiba, oy so'rab ko'r ishqini bergan Parvardigordan, nechun otashdilar mendan o'chgan gulxanga. Shivirladim, gaplashmaymiz, mayli, ishonma. Men tonglarim qushlar yegan kunlarga yetdim. Yo'lim sendan boshlangandi, senda tugadi. Ko'zimga boq, aldamadim, endi men ketdim. Men bir bozingarman, bugun so'nggi bor. Pardasiz sahnaga chiqaman kulib, aldab kelgan edim sizlarni har kun, ming bir bor tug'ilib, ming bir bor o'lib. Ko'ksimga sanchilgan nayzalar nayza emas, ko'zim ekkan maysalar edi. Kaftimga qo'ngan qush qo'shig'im tinglab sizlarni kuldirdi. Tilimni yedi. Tosh bilan boltani qarsillatgan men, bu yolg'on o'rmonda adashgan sizsiz nay chaldim. Dars ketgan umr ko'zamdan, ishqdan mast ilonlar chiqmadi essiz. Men bir bozingarman, bugun so'nggi bor, jaranglar tillari bog'liq qo'ng'iroq. Chiroqlar o'chadi, boyo'g'li huvlab sarupotgadi menga ming yamoq. Chiqaman bo'g'zimda olovlar o'ynab, xatoni pichoqday yutadi yurak. Ko'zimda favvora qon bilan o'ynab, yuzimga sepadi siz uchun ermak. Dovullar chalinar, langar cho'p sinib qular ekan men dordan. So'ramam shavqat, qum soat, sirlarim sanar ekan bir alvido aytaman sizlarga nafrat. Men bir bozingarman, bugun so'nggi bor,
pardasiz sahnaga chiqaman kulib. Neki tutsam qo'limda bir sarob bo'ldi. Neki desam ul sarob bir javob bo'ldi. Neki ko'rsam ko'zimga bir azob bo'ldi. Ey Xudoyo, bu o'yindan ne nash'u namo bo'ldi. Dil berganim dili mendan qochara, qo'l berganim tishlab uzib otara, yo'l berganim yo'lda meni sotara. Ey Xudoyo, bu o'yindan ne nash'u namo bo'ldi. Libos kiydim, tanim uryon qolaverdi. Sukut qildim, dilim biyron qolaverdi. Senga yurdim, yo'lim giryon qolaverdi. Ey Xudoyo, bu o'yindan ne nash'u namo bo'ldi. Ey Xudoyo, bu o'yindan ne nash'u namo bo'ldi. Ey April, çağrıda bulun yoldan basmaya. Açık gözlerden çıkıştan amma. Hamması yavran de, yavran kasalar öldürgen düşler. Seni emas, tez, ayda, 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 ayda.